Assalomu alaykum obunachilar. 21-iyul Andijon Sharxon Cho'ja mol bozoridan syomkalarimiz boshladi akalar. Go'loshdan friz sigirimiz bor ekan. Ikkinchi bolasiga 4 kilo ekan. Nechta suti bor aka? 20 litr sutga. Bo'g'oz qisirligichi? 4 oylik bo'g'oz. Yeb ichishdan joni sog'. Yuvoshligi yuvosh. Aka shuni syomka qilib oling. Ostilari ham amoyga joyda ekan akalar. Bolasini ovoz sunaji. Bolasini ovoz ekan akalar. Bolasi ham yoniga kirib qoldi. Kichkina narsa emas ekan akalar. Sigir qilaman deganga yosh narsa ekan. 4 kurak xunajin ekan. Ikkinchi bolasiga ekan 4 oylik bo'g'oz ekan. 3 bosh ekan jonivor. Amoyga joyda gibridlar, korobkalar butun ekan. Nech pul deyapsiz pulini? 60 million so'm, ozgina kambar 55 million savdo qilishyapti. Ozgina yurganga beramizmi akalar, sog'ib ichadiganga? Nechi nomer? 91lik. 475 52 53 ga aloqaga chiqaverasiz akalar. Bir hattasini olman, dastakasini qilib beradi akamiz xudo xolisa. Yaxshi narsa ekan. Bozoringiz bersa aka. Navbatdagi shvet molimiz bor ekan akalar. Ikkinchi bola, uchinchi bola aka. Ikkinchi bolasini ovozsa ekan mana. Pach ko'p bo'pti jonivor. Necha oylik bo'ldi aka? Necha oylik bo'ldi? 3 oylik bo'ldi jonivor. Dumalab bo'pti jonivor. Korobkasini qaranglar. Molimiz ham yosh ekan. Hosili nechta aka? Suti nechta? 10 litr sutga beramiz deyishyapti akalar. Korobkalari butun tutamlari 4 joyda. Yaxshi narsa ekan jonivor. Yeb ichishiga, tana joni sog'ligiga, yuvoshligi, yuvosh deyishyapti. Pulini nech pul deyapsiz aka? 50 million so'm ozgina kami bor ekan akalar. Bolasi bu ko'cha. Bo'g'oz qisirligi gumon. Qo'yib qo'yilgan, ushlab qo'ygan bo'lsa bo'lgan. Savdosi nech pul oldi aka? 45,5 million savdo qildi. Nomer beramizmi? Nechchilik? 88lik. 754 20-25 aloqaga chiqaverasiz akalar. Bir haftasini olmay yetkazib beramiz aka, dastlabkilarni qilib. Yaxshi narsa ekan, yosh narsa ekan akalar. Tavsiya qilaman. Bitta ro'zg'orga zakonning oilasiga yetadigan narsa ekan. Hamma yo'g'i joyida. Qari qantim olmasa ekan. Bolasi ham xudo xolisa pulini to'laydigan variant edi akalar. Akalar navbatdagi sigirimiz bor ekan. Birinchi bolasiga bolasi novvoscha ekan. Yeb ichi tani joni sog', yuvosh ekan, dikonchilik ekan akalarimiz savdo qilyapti mana dikonidan so'raganlarga. 28 million so'm savdosi bo'lyapti ekan akalar. Birinchi bolaga 7-8 ta sutga ekan. Akamiz dikonaga 28 million so'mga savdo qilyapti berishni akalar. Bolamiz yosh. Jinda qarog'i kerak ekan xolos akalar. Sifati zo'r jonivor. Korobkalari butun jinda qarog'i sifatida jonivor. Tutamlari ham hamma joyida ekan. Xolos ovozchi ekan. 28 million savdosiga berilmayapti. Bugungi sotganga baraka bersin. Navbatdagi molimiz akalar savdo bo'lyapti mana. Ona bola sigirimiz, 3-bolasi xunajin ekan. Aka suti nechta ekan buni? 15 ta bo'g'oz qisirligichi? 2 oylik bo'g'oz ekan akalar. Rossiyskida bu, ha? Bolasi xunajin. Rossiyskiga 15 ta sutga beramiz deb 2 oylik bo'g'oz 3 bosh ekan akalar. Ikkinchi bola, uchinchi bola aka? Ikkinchi bola qornidagi uchinchisi. Nech pul savdosi bo'lyapti? Savdosi 40 dan baland deb so'rayapman. 40 million tepada savdo bo'lyapti akalar. Mana akamiz savdo qilyapti. Mana savdosi qizigan joyda. Dikonchilik ekan akamizniki. O'zbekiston dikon ekan. Mana nech pul savdosi aka? Nech pul bo'lyapti savdosi? 40 million 500 ming so'm ekan akalar. 40 million 500 ming so'm savdo qilishyapti ekan akalar. Molimiz kuchli mol. Yosh ekan janob, qarorsiz. Menga sotganga baraka bersin. Navbatdagi shvet molimiz bor ekan. O'zimizni shvet barodamonlardan ekan, mahalliy shvetlardan, ona qarang, tozasi mas'ul. O'zimiz eski mollardan ekan janob. 10 tonakda sut deyapti, 8 litr beradi. O'ynab kulib molimiz 4 litrda. Ostilari hamma joyida. Bolasini ovozcha ekan akalar. Bir oydan o'tdi aka.
deyapti. 4-bolasi aka deyapti. Yeb ichishi tani joni sog', yuvoshligi yuvoshini o'tqarib. Nech pul deyapsiz aka? 35 million, savdosi-chi? 27 million, dikonchilikmi? Ha, sizlar ham olgan, foydalangan. Nomer beraveramizmi aka? Ha, shu xolosmi? Sotilib ketami? Akalar sotilib ketadi, savdosini qilib ekan. 27 million savdo qilishyapti-ku, bermayapti akalar. Navbatdagi shvedimiz mana bolasi pachkasidan ekan akalar. Nechinchi bolasi aka? 3-bolasi ekan. Bo'g'oz qisir. Gumoni bor ekan akalar. Novvosdan chiqqan ekan. Gumoni bor ekan. Ostilari ham hamma yo'q joyda ekan jonivor. Bolasi novvoschi ekan. Bolasi ham yoniga kirib qolibdi jonivor. 12 litr suti bor aka. 3-bolasi. Yeb ichishdan joni sog'. Yuvoshligi yuvosh a. 39 ani qilyapti. 39,5 million so'm akalar savdo qilyapti, berilmayapti ekan. Savdosi qizigan joyda mana. 39,5 millionga berilmayapti akalar. Bozoringiz bersa aka. Nomer bermaymizmi? Nechchilik? Serob sigir 700 beraveramizmi? Nechchilik? Bu 93lik. 580 80 35 ga aloqaga chiqaverasiz akalar. Sigir serob 700 beramiz deyishyapti. Bir hafta sinovdan beraveramiz aka deyapti. Akalar navbatdagi shvetimiz savdosi bo'lyapti. Bolasini o'g'osiga, ikkinchi bolasiga ekan. Yeb ichiga tani joni sog'ligi, yuvoshligi ekan, 10 ta 12 ta sutga ekan. Akamiz savdo qilyapti mana, sog'ib ichgani. Nech pul savdosi bo'lyapti aka? 36,5 million so'm savdo qilyapti akalar. Bolasini o'g'osiga yo ikkinchi yo uchinchi bola ekan jonivor. 10 ta 12 ta sutga deyishyapti. Bo'g'oz qisilligi gumon peshana novvosdan chiqqan deyapti. Mashimolga deyapti. Qochib qo'ygan bo'lsa bo'g'oz deyishyapti akalar. Bo'lsa talab bo'lsa qo'yib qo'yishaveradi deyapti. Ostilari ham hamma yo'q joyida jonivor. 8 millionga oling deyapti, 37 million so'm savdo qilyapti. 37 million, 37,5 million savdosi bo'lyapti. 38 millionga egasi oling deb sotilyapti. Savdosi qizigan joyda mana akalar. Hozir barakasi bo'ladi. Bering endi aka. Barakasi bersin. million aka so'rayapti, 38 ga oling deyapti. 500 mingdan ara qiling desa, u nimayapti. Savdosi qizyapti akalar. Savdo sunnat. Qashunda baraka bo'ladi. Xolasa tolashib borchi bo'lsa, shunisida baraka bo'ladi. Akalar savdosi qizigan joyda mana o'zimiz jaydari sigirlardan 7 ta 8 ta suti bor deyishyapti. Bolasini ajoyib variantda 2 oylik bo'lib qolibdi akalar bolasiga. Yeb ichiga tani joni sog'ligiga, yuvoshligiga yuvosh deyishyapti. Akamiz, Dikon akamiz, Hoji akamiz savdo qilyapti. Savdosi qizigan joyda mana obunachilar. Bugun savdo avjida, gavjum. Nech pul savdosi aka? O'taram gaplashadi. 24 million savdosi qizyapti akalar mana. 24 millionga berilmayapti. 24 million savdosiga. Olganga sotganga baraka beradi. Dikon akamiz sog'ib ichgan olaman deyapti. 24 millionga berilmayapti. 24 mingga oling deyapti. 200 ming o'tib bering. 200 ming talashyapti obunachilar. 24,5 millionga chiqib ketdi obunachilar mana. 25 ga 200 ming o'tib bering deyapti ekan chaman. Bu aka 25 deyapti ekan, bu aka 24 deyapti ekan. Xullas savdosi qizyapti akalar. Nech pulga 200 ming aka? Yo, nech pulga 200 ming savdosi? 24 millionga 200 mingga so'rayapti. 24 millionga 200 ming so'rayapti ekan obunachilar. Akamiz 24,5 millionga ol deyapti ekan. 200 ming o'tib bering deyapti ekan. Bundan navbatdagi sigirimiz 6 kilo ekan, ikkinchi bolasiga ekan, bolasi novvoschi ekan. 6 ta 7 ta suti bor deyishyapti. Yeb ichish tani jon sog' aka, yuvoshligi yuvoshmi?
Ostilari ham, korobkalari hamma yo'g'i joyida ekan akalar. 27 million so'm savdo qilyapti akamiz, bermadi. Yetib qoldi akamiz savdo qilib. Aka narxini necha pul deyapsiz? Narxini 29 dedi. 29 million 27 millionga berilmayapti. Shunday baladiga. Aka qiziqqanlarga nomer beramiz, sigirlar bormi, yetkazib beraveramizmi? Xudo xolasa telefon qilsa, yetkazib beraveramiz shundaymi? Nechilik aka? 90lik. 528 1037 ga aloqaga chiqaverasizlar akalar. Yaxshi ekan sigirimiz, yosh ekan. Ostilari hamma yo'g'i joyida ekan janovar. Olganga sotganga baraka bersin. Mana sotilgan variantlardan birinchi qoringa bolasini olsa ekan akalar. 5 ta 6 ta sutga yeb ichiga tanigoni solib yuvosh yaptirasa bu qatalabga kelibdi aka. 27 millionga baraka bo'ldi akalarimiz. Mana ipini almashtiramiz deb turishibdi. 27 millionga sotdi akamiz. Olganga sotganga baraka bersin. Birinchi bolaga ekan. Yosh ekan sigirimiz. Ostilari ham joyida ekan, jonivorlar kuyuvga kelib qolibdi akalar orqasidan. Endi navbatda sigirimiz 3-bolasi ekan, bolasini o'g'ilcha ekan. Yeb ichishi yaxshidan, joni sog', yuvosh deyapti, yaylovda yurgan variantlardan ekan akalar. Bularda qochib qolish hech gap emas akalar. Yaylovda birpasda qochib qoladi. 6 litrda suti bor deyapti. 3 litrdan 6 litr sut beradi, yaxshi baxsa. Aka narxini necha pul deyapsiz? Narxini 33 millionga bermayapsiz. 36 million narx aytasiz. Nomer beraveramizmi? Nechilik? 93lik. 781 2281. Aloqaga chiqaverasizlar akalar. Pastlarni bo'ladi, yetkazib beraveramiz, xudo xolasa aka, sinov bilan. Akalar aloqaga chiqaverasizlar, bir hafta sinovga yetkazib beramiz deyishyapti. Kanalga obuna bo'lib, podpissani bosib, kanalimiz rivoji uchun obunachilar tarqatishni unutmanglar. Sizlar uchun mehnatdamiz. Xudo xolasa har bozorlikni chiqarib keladi. Dushanbadan tashqari har kuni bozor, xudo xolasa. Qayda bozor bo'lsa, sizlar uchun borib syomka qilib ko'rsatib berishga narx-navodi harakatdamiz, xudo xolasa. Keyingi videolarda ko'rishguncha